Men yerim uchun, xalqim uchun qo'limga qurol olganman. Gapimdan ham, maqsadimdan ham qaytmayman. Ozod qilaman deb kelgan el qurol bilan bostirib kelmaydi. O'rislar hech kimga yaxshilik qilmagan. Qilmaydi ham. Matonat temirdan o'zbek ayollarini hammasiga chidiydi deb bo'lsa konada sadoqatin tengi yo'q o'zbek ayollarini boshidan tushmaydi ro'moli bohayosi balanda chunki bu o'zbek ayol urushlarda sinalgan hatto qora xat kelganda eshikdan ko'z uzmagan nima bo'lsa ham chidiydi matonat temirdan sabriga til ojiz bo'lar chunki bu o'zbek ayol ne sinovlardan o'tdi hatto bo'lganda ham ojiz o'g'il qizing katta qildi hech kimdan kam qilmasdan urushlarga borib keldi hech kimga bosh egmasin chunki bu o'zbek ayoli ibo hayosi balanda dushmanlar oyog'i zir qaltiradi o'zbeklardan ey o'zbeklardan frontdan qaytmadi o'g'il 15-yillari hammasiga chidagan bu o'zbek ayollari bu yeyishgandan bo'lmadi lekin sotmadi nomusni vatan oldidagi burchini oqlagan hammasi sizlarga rahmat aytamiz vatan deb jon berganlar vatan deb jon berganlar Ya. Matonat bo'yicha hazillashgan ekanman to'g'ri hammasiga chidamaydi o'zbek ayollari ham Dubaylarga borib keldi yelkalarini ko'rsatib faqat ayollar yomon ba'zi bir erkakdan ko'ra ayollarga 5 ketaman bularni otish kerakmi yoki yo'q o'rsam mumkin bu tomonda o'rnab turib transga muxlisman desa shuncha jadidlarimiz bekorga qurbon bo'libdi ko'proq dollar taklif qilsang ro'mollarini yechisharkan sotdi o'zbek xalqimi bu yoki pulga o'chmikan yana bilmadim buni bizaga kerakmas bular hamma soq badar to'g'ri jahannamga surlaring frontdan qaytmadi o'g'il 15-yillari hammasiga chidagan bu o'zbek ayollari bu yeyishganon bo'lmadi lekin sotmadi nomusni vatan oldidagi burchini oqlagan hammasi sizlarga rahmat aytamiz vatan deb jon berganlar vatan deb jon berganlar